Ana bismillah. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 14 va 15 mavzularini ko'rib chiqamiz. Mavzuning nomi Turon xalqlarining harbiy san'ati. Demak, boshladik. Xo'p, endi Turon atamasiga to'xtalib o'tamiz. Birinchi, Turon atamasi dastlab Avestok kitobida uchraydi. Demak, asosiy e'tibor beradigan jihatimiz mana shu yer. Avestok kitobida birinchi bo'lib uchrar ekan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, turklar Oriy xalqlarning bitta tarmog'i hisoblanar ekan. Oriylardan kelib chiqqan ekan. Xo'p, 6-asrda O'rta Osiyo hududi Turk xoqonligi tasarrufiga o'tishi bilan bu ikkita atama uyg'unlashib, ya'ni Turk bilan Turon nomlari uyg'unlashib, Turon bu turklar yashaydigan joy degan ma'noda ishlatilishi boshlangan. Endi Turon yoki Turkiston deyilganda hozirgi Amudaryo va Sirdaryodan shimolda, ya'ni yuqori qismidan to sharqda Buyuk Xitoy devorigacha bo'lgan hududlar kirgan ekan. Demak, 6-asrgacha bu Turon umumiy hudud ekan. 6-asrdan keyin esa Turon bu o'sha turkiy xalqlar yashaydigan joylarga nisbatan ishlatiladigan atama ekan. Endi Ibn Arabshohning ma'lumotlariga ko'ra bu yer, ya'ni Mavron Nahr aholisining e'tiqodicha Jayxun orqasidan sharqqa qarab cho'zilgan yerlar Turon. Jayxun bu Amudaryo, uning yuqori tomoni, ya'ni hozirgi O'zbekiston hududlari nazarda tutilyapti. G'arbga tomon cho'zilgan yerlar esa, ya'ni pastki qismlari esa Eron deb ataladi deyiladi. Kayqovus va Afrosiyob bu davlatlarda hukmronlik qilgan. Ya'ni Turonda Afrosiyob, Eronda esa Kayqovus demak hukmronlik qilgan degan ma'lumotni beradi bizga Ibn Arabshoh. Xo'p, jahon harbiy san'ati taraqqiyotida turklarning o'zining o'rni bor ekan. O'sha arab adibi Johiz degan kishining Manoqib al-Atrok asarida yozishiga ko'ra, demak, turli xil sohalarda turli xalqlar kuchli bo'lishgan ekan. Masalan, Eronda hukmronlik qiluvchi Sosoniy forslar davlat boshqaruv sohasida kuchli bo'lgan ekan. Davlat boshqaruv sohasida. Xitoyliklar esa hunarmandchilik sohasida, Yunonlar ilm-fan sohasida, turklar harbiy sohada ustundirlar deb yozib qoldiradi. Demak, bu o'sha har bitta sohada, ayniqsa harbiy sohada turklarning kuchli ekanligiga asosiy nimalardan bittasi. Demak, yana bir marta takrorlab olamiz. Arab yozuvchisi Johizning o'sha Manoqib al-Atrok asarida yozishiga ko'ra, Sosoniy forslar bu davlat boshqaruv sohasida kuchli bo'lgan, xitoyliklar hunarmandchilik sohasida kuchli bo'lgan, yunonlar ilm-fan sohasida kuchli bo'lgan va turklar esa harbiy sohada kuchli bo'lgan deyiladi. Demak, mana bu yerda uni jadval sifatida berib qo'ygan bizga. Endi turkiyalik olim Usmon Turonning Turkiy xalqlarining mafkurasi nomli kitobida yozilishiga ko'ra, demak, kitobning nomi Turkiy xalqlarining mafkurasi, muallifning ismi sharifi Usmon Turon ekan. O'sha kitobida turkiylar quyidagi nimalarni yaratgan deb beriladi. Birinchisi, turkiylar birinchi bo'lib otdan jang qilish vositasi sifatida foydalanganlar deyapti. Ya'ni ulardan turklardan oldin, demak, hech kim bu hududlarda otdan jang vositasi sifatida foydalanishmagan ekan. Ikkinchisi, egar jabduq, uzangi va tizgin kabi anjomlar kashf etildi. Egar jabduq bu otning ustiga qo'yib o'tiriladigan kursi, uzangi bu o'sha ikkita yonida oyoqni tiqib qo'yadigan dumaloq temiri, tizgin bu otning jilovi hisoblanadi. Mana shu narsalarni kashf etishdi turklar. Keyingisi, chinliklar, ya'ni xitoyliklar turklardan ot minishni, uzun qilichdan foydalanishni va jangovar kiyim yasashni o'rganib olganlar. Jangovar kiyim deganda 7-sinf eski kitobida aytiladi. Aynan 718-yili So'g'itdan, ya'ni bizadagi So'g'itdan Xitoyga dubulg'a yuborilgan, ya'ni bosh kiyim, harbiy bosh kiyim yuborilgan va o'shandan keyin butun Xitoy armiyasi o'sha bosh kiyim bilan ta'minlangan. Xo'p, keyingisi chodir, hammom va kasalxonalar kashf etilgan. Ularni qo'shin bilan birga otda olib yurishgan, ya'ni chodir, hammom va kasalxonalarni otda birga olib yurishgan ekan jang vaqtlarida ham. Keyingisi, turklar umrlarini ot ustida kechirganlar. Masalan, ular endi vaqtlari tig'iz bo'lgan paytlarda ot ustida ovqatlanishardi, hattoki ot ustida mashvarat o'tkazilgan ekan va jang qilishgan ekan.
va asarda aytilishicha turklar dovuldek paydo bo'lib qush kabi bir zumda yo'q bo'lib qoladi deb tasvirlangan ekan. Endi Turon xudodi milodiy 5-asrda eftalilar tarkibida esinglarda bo'lsa 6-asr ya'ni turk xoqonligi kirib kelgungacha bu yerda eftalilar tarkibida bo'lgan. Eftalilar mamlakatda kushonlar siyosatini davom ettirganlar. Eslab qolamiz. Demak, qaysi xalqlar kushonlarning siyosatini davom ettirgan degan savol tushsa, bu eftalilar bo'ladi. Demak, mana shu joyga e'tibor beramiz. Xo'p, endi hududlarini, demak, eftalilar mavzusida o'tganmiz. O'shaning uchun to'xtalib o'tmayman. Eftalilarning qo'shinning asosiy qismini otliqlar tashkil qilgan ekan. Otliqlardan tashkil topgan ekan qo'shinning asosiy qismi va jangda asosan gurzulardan foydalangan ekan. Shuningdek, kamon va shamshirlarni ham qo'llagan ekan eftalilar jang vaqtida. Endi jadvalga qaraymiz. Bu yerdan nimani eslab qolishimiz kerak? Xo'sh, internetni o'chirib tursam. Mayli. Xo'p, jang vaqtida demak, og'ir otliq qo'shinga ega bo'lgan qaysi xalq desa bu Xuroson deb belgilaysizlar. Turk lashkari Turonda, keyin piyoda askarlardan iborat bo'lgan asosan bu arablar, kamonchilardan iborat bo'lgan asosiy qo'shini bu fors otliqlari hisoblanadi. Mana shunaqa deb eslab qolishimiz kerak bu yerni. Demak, savol tushishi mumkin. 7-8-asrlarda quyidagi xalqlarning qo'shinlarining asosiy qismi qanaqa? Masalan, 1 deb Xuroson deb berish mumkin, A deb og'ir otliq qo'shin deb berish mumkin-da. Shunda birni A'si degan javob olasizlar. Mana shunaqa qilib tushishi mumkin bu. Endi davom ettiramiz. Bu davrda So'g'diyona, Toxariston, Farg'ona, Xorazm va Choch kabi mustaqil hokimliklarning o'zini harbiy qo'shinlari bo'lgan ekan. Demak, buni eslab qolishimiz kerak. So'g'diyonada, Toxaristonda, Farg'onada va Xorazm, Chochda. Buxoroda yo'q ekan mana misol uchun. Yoki Keshda yo'q ekan. O'sha tomonlarni demak eslab qolishimiz kerak. Endi har bir ibodatxona qoshida ta'lim beruvchi maskanlar bo'lgan ekan. Ya'ni harbiy jihatdan ta'lim beradigan maskanlar. Masalan, unda aytilyaptiki, o'sha maskanlarda yigitlarga otda yurish birinchisi, ikkinchisi qilichbozlik, uchinchisi kamondan o'q otish, to'rtinchisi gurz ishlatish, beshinchisi kurash tushish va oltinchisi paloxmon otish kabilar o'rgatilgan ekan. Endi bitta qiziq tomoni, bu davrda faqat yigitlar emas, balki qizlarga ham harbiy soha o'rgatilgan ekan. Masalan, qizlarga bu davrda chavandozlik va kamonbozlik kabi ko'nikmalar shakllantirilgan ekan. Ya'ni turk ayollari ham demak harbiy soha bilan shug'ullanishi kerak ekan. Xo'p, endi turk xoqonligining asosiy qo'shini ham otliq, ya'ni eftallarda ham otliq edi, bularda ham asosiy qo'shin otliq ekan. Ular uzun va ingichka nayza, jangovar boltalardan foydalangan ekan. Xuddi O'rta Osiyo qadimgi davrda o'tgan Sagaris jangovar oybolta edi. Shunga o'xshab. Endi asosiy qurollardan biri yangi turlari ixtiro qilindi. Bular yangi turlari deb so'ralsa, qilich va dudama deb javob berasizlar. Uzun va og'ir qilich nima deb ataladi? Palash deb ataladi. Uzun va og'ir qilich palash deb ataladi. Har bir otliq o'zlari bilan birga kamida 2 yoki 3 ta otni olib yurgan. Mo'g'ullarda ham xuddi shunaqa odat bo'lgan. O'zlari bilan kamida 2 ta yoki 3 ta otni birga zaxirada olib yurishgan. Ya'ni bitta ot charchasa, ikkinchisidan foydalanish maqsadida. Xo'p, yana asosiy jihatlardan biri mana bu yerda turk armiyasining turli bo'linmalari bo'lgan. Bo'linmalar 10 lik degani 10 ta askardan iborat bo'linma, 100 lik, 1000 lik, 10 minglik faqat tuman deyiladi. Tumanot odam yig'ildi degan gap bor-ku, tumanot degani bu 10 mingga yaqin odam yig'ildi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun tuman degani bu 10 ming kishidan iborat bo'lgan harbiy birlik ekan. Endi mana bu yerda solishtiruv uchun berib ketgan. Bunga ham e'tibor berib qarasizlar. Eftalilarda qizlar otda yurish, kamondan o'q otish, jismoniy mashqlarga jalb etilgan. Nimalarga? Xo'p, turklarda esa qizlar kamonbozlik, chavandozlik bo'ldi. Turklarda faqat kamon otib otda yurgan ekan. Eftalilarda esa otda yurish, kamondan o'q otishdan tashqari jismoniy mashqlar degan joyi ham bor ekan. Demak, bu yerga ham e'tibor qaratamiz. Keyingisi. Har bir tuman o'zining tug'i, ya'ni nishoniga ega bo'lgan. Tug' degani nishon degani. Mana bizlarda davlatning mustaqilligi ramzi hisoblangan gerb bor, bizning nishonimiz-ku.
xuddi shunga o'xshagan har bitta tumanning, ya'ni boyagi 10,000 kishilik qo'shinning o'zini tug'i bo'lgan. Endi tug' nima degan savolga mana bu askar qo'lida tug' ushlab turibdi masalanda. Nayzaga o'xshagan narsa bo'ladi. Uzun nayzaga bo'ri yoki boshqa biror hayvonning tilla suv yuritilgan boshi yoki otning yoli bilan birga o'rnatilgan. Otning yoli deganda mana otni mana bu yerdagi sochi bor-ku mana. Mana bu sochi nazarda tutilyapti. O'shalarni osib qo'yar ekan. Endi ba'zi bir tumanlarning hammasida ham faqat bo'ri emas, boshqa bir hayvonni bu bosh suyaklarini osishi ham bo'lgan. Endi jangda qanaqa taktikalardan foydalangan? Ular yolg'ondan chekinish kabi harbiy taktikalardan foydalangan. Himoyalanish chog'ida esa aylana usulini qo'llagan. Aylana degani bir-biriga teskari bo'lib, aylana kuruk bo'lib o'rab olish, ya'ni qaysi tomondan ularga hujum qilsa ham ular dushmanga yuzma-yuz, ya'ni qarama-qarshi turadi. Shunda ularni orqa tomondan hech kim hujum qila olmaydi. Mana shunaqa aylana usulini tanlashdi. Xo'p, keyingisi 5-6 asrlarda turkiy xalqlar uzangini kashf etishdi. Bu qanaqa imkoniyatlar berdi? Uzangining kashf etilishi, uzangi degani mana bu narsa, mana rasmda ko'rib turibsizlar. Ya'ni otni ustida to'g'ri o'tirish uchun ikkita oyog'ini tiqib qo'yadigan narsa uzangi. Mana shu narsaning ixtiro qilinishi ikkita imkoniyat berdi. Birinchisi, ot ustida mustahkam o'tira olish. Ikkinchisi, og'ir aslahalar bilan qurollanish imkonini berdi. Xo'p, endi mana bu yerda mana bu jumla tushishi mumkin. Samarqand hokimining qabilasidan bo'lgan ko'pchilik jangchilar jasur va g'ayratli bo'lib, o'limni nazar pisand qilmagan degan jumla qaysi manbalarda uchraydi? Bular so'g' jangchilari haqida Xitoy sayyohlari, ya'ni Xitoy manbalarida uchrar ekan. Shu joyga ham e'tibor berib qo'yamiz. Keyingisi, jangchilarning ustunligi. Xo'p, ikki yoqlama og'ir tig'li qilichlarda bo'lgan edi. Ya'ni qilichini bu tomoni ham, orqa tomoni ham o'tkirlangan ekan. Xo'p, endi yirik dehqonlarning Xorazm, So'g'd va Toxaristonda topilgan uy qo'rg'onlari burchli mudofaa devorlari va kamon o'qi otishga mo'ljallangan shinaklarga ega bo'lgan. Shinak degani bu teshik bo'ladi. Masalan, mudofaa devori o'rnatiladi, uni tepa qismida ozgina teshik qoldiriladi. O'sha teshikdan kamonchilar bostirib kelayotgan dushmanni nishonga olish uchun o'sha joy shinak deyiladi. Keyingisi bu yerlar xandak. Endi xandak bu dushmandan himoyalanish uchun mudofaa devorini old tomoniga qazib qo'yiladi, ichi suvga to'ldiriladi va dushman otliq askarlari bu yerdan o'tisha olmaydi. Demak, o'sha mudofaa uchun qurilgan xandaklar. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslargacha